Demek, 32. masalani ko'rib o'tamiz. 32. masalada sharning radiusi, kubning kirrasi va konusning asosining radiusi va balandligi r ga teng bo'lsa, bu jismlarga suyuqlik ichida ta'sir qiluvchi Arximed kuchlari qanday munosabatda bo'ladi? Ya'ni 3 dona jism har qaysi suvga to'liq botirilgan holatda bularga ta'sir etuvchi Arximed kuchlarini taqqoslash kerak, ya'ni solishtirish kerak. Bunga F1 Arximed kuchi, bunga F2 Arximed kuchi, bunga F3 Arximed kuchi ta'sir etadigan bo'lsa, shularni solishtiramiz. Demak, dastlab bularning hajmlarini topib olamiz. Masalan, shartida sharning radiusi r deb berilgan, ya'ni sharning radiusi deb turibdi. Keyin kubning qirrasini, bir dona qirrasi. Keyin konusni asosining radiusi va balandligi hammasi r dan ekan. Bularning hajmlarini topib chiqadigan bo'lsak, buni hajmini topadigan bo'lsak, 4 taqsim 3 pi r kub bo'ladi. Ya'ni sharning hajmi. Kubni hajmini ichib bo'ladi. V teng a kub edi. Ya'ni buni o'sha hamma tomoni bir-birisiga teng bo'ladi. Tomonni r deb bergani uchun hajmi r kub bo'ladi. Buni hajmi, konusning hajmini nechap topilaradi? 1 taqsim 3 pi r kvadrat ko'paygan h bo'lar edi. Ya'ni mana bu yerni radius r, shuni kvadrati ko'paygan h balandligi. Bu yerda balandligini ham r deb oling deb qo'ydi. Shuning uchun hajmi 1 taqsim 3 pi r kub bo'ladi. Endi Arximed kuchini formulasini yozadigan bo'lsak, rho suyuqlik v j dorim v botgan qism, ya'ni to'liq botgani uchun to'liq hajmini olamiz. Endi Arximed kuchi bu yerda navga to'g'ri proporsional v hajmi, ya'ni qaysisining hajmi katta bo'ladigan bo'lsa, shuna ta'sir etuvchi Arximed kuchi ham eng katta bo'ladi. Qaraydigan bo'lsangizlar, buni hisoblasangizlar, 4 o'cha bo'lsak, birdan ziyod narsa chiqadi. Shunda eng kattasi bu yerda birinchi bo'ladi. Birinchining hajmi katta uchun birinchini ta'sir etuvchi Arximed kuchi ham katta bo'ladi. Ikkinchisi bu bo'ladi. Uchinchisi keyin bu bo'ladi. Tushunarlimi? Hisoblasangizlar, pi nomini 3.14 qo'yib hisoblab ko'rsangizlar bo'ladi. Shunda F1 katta F3 dan, keyin eng kichigi bu F2 bo'ladi. Ya'ni shu javob bo'ladi. Bu javobda berilgan.